DXning U uchtasi birda kofemiz. Bu kofemiz gormonal buzilishlarda, erkak va ayollardagi jinsiy zaifliklarda, erkakning his holatlarida, prostata shamollashlarida juda ham ajoyib natija beradi. Undan tashqari, kayfiyatingizni ajoyib tarzda yaxshilab beradi. Iste'mol qilamiz. Buni kun davomida bemalol iste'mol qilishingiz bo'ladi. Bitta pachkasi olamiz. 70-80 gradusda suvga damlaymiz. 100 gradusda damlab qo'ymaymiz bu kofemizni. Juda ham ajoyib mahsulot. Shunaqa ta'mi zo'r, ta'miga gap yo'q. Bemalol buni iste'mol qilsa bo'ladi har qanday inson. Faqat 13 yoshdan yuqorisiga tavsiya qilamiz bu mahsulotimizni. Shunaqangi ajoyib kofe, ta'mi mazali, kun davomida sizga energiya beradi, kayfiyatingizni yaxshilaydi. Undan tashqari, bosh og'riqlaringizni ham ajoyib tarzda qoldirib beradi. Iste'mol qilamiz. Bismillah. Ta'miga gap yo'q. Juda ham mazali. Endi esa kofe tavsiya qilamiz.